Assalomu alaykum. Bugun biz Demir Profil zavodida sifatli profil ishlab chiqarish jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Ketdik. Metal rulonlarni qabul qilish. Har qanday sifatli mahsulot ishonchli xomashyodan boshlanadi. Demir Profil ishlab chiqarish jarayoni Rossiyadan keltirilgan 08 PS markali issiq o'ramali yuqori sifatli metal rulonlarni qabul qilishdan boshlanadi. Har bir rulon maxsus qabul stansiyasida xatlovdan o'tkaziladi, hujjatlashtiriladi va sifat nazoratidan o'tadi. Rulonlarni zavodga yetkazish. Logistika ishonchli ishlab chiqarishning asosiy qismi. Qabul qilingan metallar maxsus yuk mashinalarida zavod hududiga xavfsiz va mustahkam holda tashiladi. Metalni tozalash. Sifatli natija tozalikdan boshlanadi. Dastlabki texnologik jarayonda metal yuzasidan kir, zang va zarrachalar maxsus uskunalar va kislotalar yordamida tozalanadi. Bu sink bilan samarali qoplash uchun mukammal asos yaratadi. Metalni standart o'lchamda kesish. Aniqlik har bir detalda. Metal avtomatlashtirilgan stanoklarda standart o'lchamda, yuqori aniqlikda kesiladi. Bu keyingi jarayonlar uchun geometrik to'g'rilikni ta'minlaydi. Metal qalinligini prokatlash. Barqaror sifat uchun barqaror qalinlik. Metalning qalinligi millimetr aniqlikda prokatlanadi. Bu profilning mukammal geometriyasini kafolatlaydi. Quruqlash va moy qatlamidan tozalash. Yuza tozaligi qoplama sifati kafolati. Metal ma'lum haroratda isitiladi. Yog'sizlantiruvchi ishqor bilan moy qatlamidan tozalanadi. Bu jarayon sink bilan samarali qoplash uchun tayyorgarlik bosqichidir. Sink bilan qoplash, galvanizatsiya. Demir profil sifati uzoq xizmatga kafolat. Sink qatlami metalni zang va tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Jarayonda doimiy laboratoriya nazorati amalga oshiriladi. Har bir rulon standartlarga to'liq javob beradi. Stripslarga kesish. Ishonchli o'lcham, aniq natija. Galvanizatsiyadan so'ng metal uzun va tor tasmalarga, stripslarga kesiladi. Ular keyinchalik profillarni standart va aniq hajmda tayyorlash uchun xizmat qiladi. Profil ishlab chiqarish va qadoqlash. Brend sifati har bir detalda. Stripslar zamonaviy stanoklarga yuklanadi. U yerda ular Demir Profil brendiga xos shakl va ko'rinishni oladi. Tayyor mahsulotlar paletlarga joylanadi. Tizimli ravishda qadoqlanadi va omborlarga yo'llanadi. Savdo bo'limi va regional menejerlar. Sifatli ishlab chiqarish samarali savdo bilan mukammallashadi. Demir Profil kompaniyasida yuqori tajribali regional menejerlar faoliyat yuritadi. Ular O'zbekiston va qo'shni davlatlardagi hamkorlar bilan ishlaydi. Biz har bir mijozga yaqinmiz. Demir Profil bu shunchaki profil emas. Bu ishonch, sifat va tajribaning uyg'unligi. Biz ortiqcha gaplar bilan emas, aniq ish va natija bilan gapiramiz. Tanlov sizda, sifat bizda.